Haval H6 mashinamiz. O'ylaganmaga bizning navbatdagi Haval H6 mashinamizni olib qo'yganmiz. Shuningdek 4+ variantini konstruktorga beryapmiz. Blok upravleniya EG48 ga 4 blok upravleniyasi akkumulyatorga joy berganmiz. Sutmasligi uchun Farsunga Dakota 2 Farsundan foydalanganmiz. Direktorimiz Nordic Italyan deydi. Akkuratni qilib berilgan. Bu Haval H6 2022-yil birinchi versiyasi. Orqa qismiga 60 bitalik Belarusskiy balonlarni joylaymiz. Balon direktorlar bilan Turetskiy kraniklardan avtobusdan o'tkazib berganmiz.